umuman kambag'allikni qisqartirish va bandlik rejalarini barbod qilgani uchun yil boshidan 261 nafar mas'ullar ishdan olindi. Yana 492 nafariga intizomiy jazo berildi. Ehtiyojmand oilalarning eng og'ir qatlami qoldi. Bunday 400 ming oilani kambag'allikdan chiqarish uchun viloyat, tuman hokimlarining birinchi o'rinbosarlari, bandlik, bank rahbarlari mahalla yetiligi o'zini dunyoqarashi va ish uslubini o'zgartirishi zarur. Zakidov, Ishmetov viloyat hokimlari kelgusi yilda kambag'allik va ishsizlik darajasini 4,5% dan kamaytirishi shart. Keyingi yil iqtisodiyotga 450 trillion so'm kredit ajratyapmiz. Shuni 140 trillion so'mi mahalladagi kichik va o'rta loyihalar uchun beriladi. Hozir kelgusi yil uchun aniq vazifalarni aytaman. Birinchi yo'nalish qurilish orqali aholini ishlik va daromadli qilish. Kelgusi yil 675 trillion so'mlik investitsiyaviy loyihalarni amalga oshiramiz. E'tibor bering, shuni 380 trillion so'mi qurilish ishlariga to'g'ri kelyapti. Bu yil 317 trillion so'm bo'ladi. Kelgusi yil 140 ming xonadonli ko'p qavatli uy-joylar quriladi. Ishni ko'zini bilgan har bir tuman hokimi bundan samarali foydalanib, qurilishni o'zidan kamida 20-25 ming yaratilgan infratuzilma orqali 10 ming kishining bandligini ta'minlasa bo'ladi. Bu yo'nalishdagi eng katta yangilik kelasi yil ilk bor mahalla infratuzilmasini rivojlantirish uchun 20 trillion so'm viloyatlarning o'ziga beryapmiz.